أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 99. Sure Zelzele suresi. Medine'de nazil olan 8 ayet. Nihayet şefkatli ve mehriban Allah'ın isminden başlayayım. Zemin qattiq tevritilgende, zemin qo'ynidagi yuklarini, ya'ni madanlar, o'tlar, guluklarni chiqarganda, inson, ya'ni kafir, uningga zeminga nim bo'ldi deganda, bu kunda zemin o'zining xabarlarini, ya'ni uning ustida ishlangan yaxshi yomon ishlarni ma'lum qiladi. Uning ma'lum qilishi Parvardigorining uni shunday qilishga amr qilganligidandir. Bu kunda kishilar qilgan amallarining natijasini ko'rish, ya'ni natijasiga erishish uchun to'p-to'p bo'lib tarilib ketadi. Kimki zarrachilik yaxshi ish qiladi ekan, uning mukofotini ko'radi. Kimki zarrachilik yomon ish qiladi ekan, uning jazosini totadi. Bu suraning ati shu 1-oyatdagi zulzilatul arzu zilzalaha kelimasidan olingan zilzala. O'xshash turdi. Ya tavrigan ma'noda. Qattiq ya tavrigan otni zilzala deydi. Bu suraga ya tavrish surasi deb ashunday ot qo'yilgan. Nurg'un olimlar bu suraning sababi nuzuliga qarab Madinada nozil bo'lgan deydi. Mufassirlarning ko'pinchisi shunday qaraydi. Ammo suraninki turqidan, shaklidan, insonlar qilgan xitobdan, bayon qilinayotgan haqiqatlardan qaraganda bu sura Makkada nozil bo'lgan suralarga bekrak o'xshaydi. Shuning uchun ozgina mufassirlar buningki ma'nosiga qarab turib, siyoqiga qarab turib, Makkada nozil bo'lgan desimi, ko'pincha ulamolar Madinada nozil bo'lgan deb qaraydi. Nihayet şefkatli ve mehriban Allah'ın isminden başlayayım. İzâ zulziletil arzu zilzalaha. Yer tevritilgen çağda. Zilzalaha'daki hi zemiri, ha zemiri ise yerinin üzüge qaytadı. Böyle qattiq bir yerinin tevrişidin bayan qılınır bu surede. Hazırki yer tevrişilde mesela ya Qashqariyya tevredi deymiz, ya Urumchida tevredi deymiz, ya Xotinda tevredi deymiz. Yer tevrisa ma'lum bir rayonda tevraydi. Hozirgi dunyoning tevrishida. Shuning uchun mayli 5 darajalik tevrisin, 6, 7, 8 darajalik tevrisin, bu tevrilgan yerdagi insonlar uni his qiladi. Ziyon bo'lsa, o'lsa shu rayondagi insonlarga keladi zarar. Ammo mayya tevrish hozirgi yer tevrishga o'xshamaydi. Çünkü böylece ha zemirining yerga qaytishining sababi bu chaqda yer bütünler yer shari tevraydi deganga. Biz yashayotgan dunyo tevraydi deganga. Yerning dumbisi emas. Ya 7 qavat qo'y. 7 qavatning eng tepsidagi qasriqi, ya'ni qasriqi 50 kilometr qalinlikda. Yer tevrasa ba'zi yerdan bir volqon jugurib chiqadi aytiladi. Shuning bilan ma'lum rayonlar silkinib ketadi. Şuradan qo'rqib ketamiz, o'ylarimiz o'rilib ketadi, o'lim hodisalar bo'lib turadi. Ammo yer tevrish faqat o'xshamaydi. Favqulodda og'ir darajadagi yer tevrish. Nima uchun bu yer tevrishni yer shari nima uchun tevrab ketadi? Yerning ichidagi volqon atilsiga rayon tevraydi. Ammo yer shari nima uchun tevrab ketadi? Chunki Al-Qari'a surasida bayon qilingandek, yer sharini ve başka planetlarni tatib turayotgan tatish kuchi vayron bo'lib ketadi. Qiyomat kunisi. Bu dunyoning hozirgi koinotning sistemasi buzilib ketadi. Koinotning sistemasi buzilib ketgandan keyin yer shari shunda qattiq tevraydi-ki, bu tevrashda hamma inson vayron bo'ladi, tugishadi. Shu darajadagi qattiq yer tevrash. Mesela yer tevrashninki 9 bal yer tevragan vaqtda
Şu yer şarda öğleninki ma'lum persentajga qilib ketadi. 11% chiqqan vaqtda 11-12 darajaga chiqqanda yer tevrash yer yuzida inson qammog'idagi darajada ig'ir baloyi ofat yuz beradi. Ammo hozirgi yer tevrash olimlarining taxminiga ko'ra taxminan so'zlaydigan uni bu ig'ir darajadagi yer tevrash beshimizga kelib boqmagandan keyin bilinmaydi, tekshirilmaydi. Faqat sho'lninki taxminan faraz qilishiga ko'ra o'sha yer yuzida agar 19 daraja yer tevragan chog'da yer shardagi tog'li butunlay o'rilib vayron bo'lib qit'alar u ham bu yoqqa bo'lib yer yuzi tuzilib ketadiganligini. Ammo 21 ga chiqqan vaqtda yer tevrash yer shari o'zining orbitidan ayrilib ya'ni turayotgan sistem buzilib o'zining orbitidan chiqadiganligini deydi. Hozir fanniy olimning ko'z qarashida u bir farazim. 21 daraja yer tevrash degan hozirgi zamonlarda 7, 8, 9 darajada tevraydi. Yo'g'on bir qattiqchilikni ish emas. 21 darajaga chiqqan vaqtda yer shari o'zining orbitidan chiqayotgan qaraganda ma oyatda ta'kid qilingandiki bu yer tevrash kelimaga qaraganda Qur'onning kelimasiga qaragan vaqtda yer tevriyaligan eng yuqori darajada tevraydi deydi. Bek qattiq tevraydi. Sura Hajda Allah Taala shu yer tevrashning va'dini bayon qiladi. Va'daki bayon qilgan vaqtda Allah bizga xitob qiladi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhan nas ittaqu robbakum inna zalzalatas saati shay'un azim. Ey insonlar. Hamma insonlarga da'vat qiladi. Musulmonlar yoki kafirlar degan gap yo'q. Ey insonlar. Sizlar o'zingizning yerdagi yuklangan mas'uliyatchanlikqa, o'zingizning vazifangizga ko'ra shuning qarta Allohdan qo'rqinglar. Sizlar men yer yuzining xalifasi. Allah yer yuzini sizlarga topshirdi, xalif qilib sizlarga berdi, sizlarning foydangizga yaratdimi? Shuning uchun sizlar Allohning xalifasi bo'lg'achqa yer yuzida sizning vazifangiz, mas'uliyatingiz bek ig'ir. Shu mas'uliyatingizga qarta Allohdan qo'rqinglar. Xuddi mas'uliyati yo'q, vazifasi yo'q odamdek yursang bo'lmaydi. Masalan, hayvonlarning boshqa vazifasi yo'q, insoniyatga xizmat qilishdan boshqa. Daraxtlarning, giyohlarning boshqa vazifasi yo'q, insoniyatga xizmat qilishdan boshqa. Hatto tog'larning, boshqa planetlarning, galaksiyalarning insoniyatga xizmat qilishdan boshqa foydasi yo'q. Ammo inson uning vazifasi zishuur deydi dinimizda. İnsan zishuur canlıq, ya'ni shuuri bo'lgan, angliq canlıq. Unda bo'lgan keyin insonning vazifasi bek og'ir. Bu vazifani ustiga elishdan tog'lar, osmonlar, boshqa mahluqotlarning hammasi qochib, qo'rqib, ammaga vaqtda biz ustimizga oldik-ku vazifalikni, xalifalikni. Unda bo'lgan keyin insoniyatning vazifasi bek og'ir. Vazifang og'ir bo'lgandan keyin bu vazifaga ko'ra Allohdan qo'rqib, Alloh butun insoniyatga xitob qiladi. Chunki deydi Alloh oxirida inna zalzalatas saati shay'un azim. Qiyomatning yer tevrishi bek og'ir, bek buyuk deydi. Qiyomatning yer tevrishi bek og'ir, bek buyuk. Payg'ambar alayhisalom hadisda qiyomat faqat men insonlarning eng yomoni eskisining ustiga qiyomat qoyim bo'ladi degan. Ya'ni qiyomat qoyim bo'lgan vaqtda yaxshi inson qolmaydi deydi. Nima uchun? Qiyomatning qo'rqinchisi insonning qilqiga qarata farqli bo'ladi. Masalan, yaxshiroq inson azroq qo'rqaydi. Bek eski inson beksat qo'rqaydi qiyomatning qo'rqinchisidan. Masalan, o'xshash bir joyda yashayapmiz, masalan, bir joyda yashayapmiz. Qiyomat qoyim bo'lgan vaqtda har birimizningki o qiyomatga bo'lgan qo'rqinchimiz farqli bo'ladi. Qilgan amallarimizga qarata. Unda bo'lgandan keyin qiyomatning yer tevrishi bek og'ir, mas'uliyatni unutib qolmanglar. Deb Alloh sura Hajning 1-oyatida shunday deydi. Alloh oyatda yer shari o'zininki eg'irligida o'ziga ko'ra shunday yer tevrigan chaqda deydi. Va akhrajatil ardu asqalaha.
bu yer şu tevrep bulab, anandaki üzünün içideki maddi ve manevi eğir yüklerini teşhir çıkarga vakti deydi. Mesela ki yer şarının maddi yükü kanda, yer şarı tevregen çağdısında, yerninki efkal degen sakildin çıkıdı. Sakil eğirlik deyinge. Yer şarıları biz yaşavatkan, bizden kötürep duravatkan yer şarının içinde en eğir nimo? Tümür. Tümür yerinin birinci kavitide. Meğizleyimiz o. Yer şarının meğizga tümür uruluş oldu. En eğiri üvede. Onun üstündeki boşrak eğirlik madde onun üstüde. Onun üstündeki boşrak eğirlik madde onun üstüde olab, tüpüge çıkkan sıra maddeler yengildeydi. Şunun için yerinin tek içige vaxtında, merkezge içige vaxtında, aşağıdaki tümürününki, aşağıdaki maddenin kızılığı, hazırda limpenle ispatlaş çıkan kaç gradus? 6000 santigrat gradus. İkinci kavvetiga chiqqanda 5000 santigrat gradus. Aşında derecedeki kızılıkta kaynaydı aşağıda. Mesela volkanla etip çıkkan vaxtı görümüz o qip qızıl, kan qo'shgan o't etilib chiqdi yani için. O texma yerning postininki tegitki o'ti, resmi merkezdeki o't emas.